kecha kechqurun qo'ygan yuzimdagi maska bilan uxlab turdim. Lekin unaqa qurib ketmas ekan. Rostdan ham kechasi uxlashga yotganda bemalol qilib ertalabgacha uxlasa bo'lar ekan. Unaqa noqulay bo'lmas ekan. Masalan, ba'ziga maskalar bor, juda ham qurib ketadi va narxsasi qolmaydi-da. Bu unaqa emas ekan. Normal ekan. Hozir buni endi olamiz. Wow. Birinchi marta qilganimda shunaqa bo'lsa, qaranglar, почти betim однотонный bo'lib qoldi, qaranglar. Bir xil rangda bo'lyapti betim. Birinchi marta ishlatganimda shunaqa bo'lsa, agar tinmay ishlatadigan bo'lsam, qanaqa bo'lar ekan? Qani endi buni penkasini ishlatib ko'ramiz. Wow, rosa quyuq ekan. Bu qaranglar, peshvoy suvdan strukturasi. Wow! Yuzda dahshat achishat qiladi-yu bunaqa bo'lsa. Wow! Strukturasi zo'r ekan. Penkasidan boshlab уже menga yoqdi. Endi qani qolganlarini ham ishlatib ko'ramiz. Penkas bilan yuvib chiqqanimdan keyin natijani qaranglar. Yuzim oppoq bo'lib qoldi. Yuzimda hech narsa yo'q. Hali tutamadim. Hech narsa yo'q yuzimda. Oppoq turibdi. Qaynonamga rosa yoqdi shu. Kecha bir marta ishlatib ko'rdilar. Qaynonam o'zi pedi bunaqa narsalar ishlatish yomon ko'radi, lekin buni strukturasi rosa yoqdi dedi qaynonam. Endi yuzga serumini ishlatib ko'ramiz. Ishqilib arvohga o'xshab oqarib ketmasam bo'ldi. Endi buni bir hafta davomida tinmay ishlatib ko'ramiz, qanday o'zgarishlar bo'lar ekan. Hozirgi yuzimning holati eslab qolinglar. Keyingi shu nabor haqidagi video bir haftadan keyin bo'ladi. O'zgarishlarni solishtiramiz.